Допустим, chizmani chizib chiqdik. Tak, ikki xil ko'rinishda bu ranglarni keyin uni qilsak o'zgartirsak bo'ladi, xohlagandek qilsak bo'ladi, problema yo'q. Bu просто boya aytgandek, singlizmi olib chiqish mumkin, boya aytdik-ku. Rangi bejiy bo'lsin deganiga, rangini bunda kompyuterda aniq chizmaydi dedi, yaxshi ko'rsatmaydi. Tak, o'zgartirib olsak bo'ladi rangini xohlagandek. Tak, mana kufrning ko'rinishi bu haligi o'tish aniq joyi, do'q kontrol joyi. Eshigi faqat bittasi ochiladi, ertaga yana bir borib, uyda yana boshqatdan bir yana proyekt yana ko'rib chiqaman. Tankchi o'zi to'g'rilab chiqamiz buni. Tak, proyekt mana shu ko'rinishda bo'ladi. Tak. Ana spanning ko'rinishi. Ayt, matras bo'lsa, bu yog'iga bitta obshivkasi bor. Uni keyin qilamiz. Mana doskasi bor, mana shu doskani obshivka qilib beramiz. Bosh tarafi, spanning bosh tarafi. Mana shu obshivka bo'ladi. Tak. Ana bu shkofni egasi. Uchadagi to'xmon shkof bu. Burchakka shu spanni xona kirganda chap o'yin tarafga qo'yilgan taxminli shkop bu. Eshiklar kupini bo'ladi buni. Buni ichiga ko'rpa to'qlaymiz dedi. Bir taraf polka, bir tarafga mana sandig'ini qo'yadi ichiga. Ko'rpasini taxlab qo'ysa bo'laradi. Mana bu TV zonaga, mana ikkita shekasiga pinal qilib bering dedi. Mana shu TV zonaga qo'yiladigan pinal bu. Rangi ham boshqacharoq. Chunki rangi boshqacharoq bo'ladi. Aka ertaga yana bir ko'rursin, yana shuni o'zgartirish kiritamiz, farqi yo'q. Mana bu trimonanosi ilib qo'yadi unga. Bu yoqdagi narsalarni mana undan buyog'i spanli garniturda va mana kufr naborda yuz qismi boshqa materialda, korpuslari boshqa materialda bo'lgan. Agar xohlasa hammasi bir xil materialda qilamiz, agar xohlasa ikki xil materialda qilamiz, farqi yo'q. Aytsa bo'ldi.